Xo'sh, mana hammasini o'rnatib bo'ldim. Endi men tashqariga chiqishim kerak. Xo'sh, mana uyim eshigini parollab bo'ldim. Endi men uyimga hech kim o'g'irlikka tusha olmaydi. Xo'sh, endi men do'konga borishim kerak. Qani unda do'konga ketdik. Mana buni bosamiz va bo'ldi. Mana endi video montaj tayyor bo'ldi. Xo'sh, endi buni YouTube'ga yuklab qo'yamiz. Xo'sh, mana endi bo'ldi. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni. Xo'sh, o pechkamni o'tini o'chib qolibdi. O'tin qolmabdi. Hamayla menda motorlar bor do'stlar. Yaqinda sotib oldim. Xo'sh, endi shunda o'tin o'tin olib kelishimiz kerak. Bu qanday eshik bo'ldi? Stop, bu qanday eshik bo'ldi rostokamiga? Qani parolni ochib ko'ramiz. Parolni 1 2 yo'q. 3 2 1 yo'q, bu ham mos tushmadi. Do'stlar, bu ham o'xshamadi nimagadir. Hamayli, unda qo'shnim kelishini kutamiz. Xo'sh, yetil kelarmikin-a? Yetil keldi. Denni, qaraysan, yaxshimisan? Yetil, yaxshiman. Nimaga uyingni bunchalik himoyalab tashlading? Xullas, hozir oldimga kelgan senga aytaman. Xo'p. Xullas, men shaxtada judayam ko'p izovrat topib oldim va buni himoyalash tariqasida shunaqa qilib tashladim. Shungamidi? Albatta shunga-da. Xo'sh, unda men uyimga kirishim kerak-da. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Parol xato. Yetil, nima bo'ldi? Parolni unutib qo'ydim. Parolni umuman eslamayapman. Parol xato. Endi qanaqa uyingga kirasan? Bilmayman. Endi qanaqa uyimga kiraman? Axir nima, endi men uysiz qolib ketamanmi? To'xta, o'zingni bos. Balki parol esingga kelar. Endi umuman parol esimga kelmayapti. Endi men nima qilaman axir? Endi men uysiz qoldim, aniq bunaqada. Yetil, o'zingni bos. Endi men uysiz qoldim. Hamayli yetil bo'pti, men ketdim. Do'stlar, yetil endi uysiz qoldi, lekin men daraxt chopishim kerak. Endi men uysiz qoldimmi? Endi men bo'lishga o'xshab qoldim. Hamayli, hech bo'lmaganda shu yerdagi somonlardan o'zimga somonli krovat yasab olardim. Hamayli, mana shu yerdagilardan olamiz. Mana bu yerdagilarni ham. Xo'sh, mana do'stlar, men o'rmondan daraxt chopib keldim. Xo'sh, mana endi uyga borishimiz kerak tezroq. Yetil, sen bu yerda nima qilyapsan? Men endi bo'lmishga aylanganim uchun shu yerda yotibman. Nimaga aynan meni uyim oldida yotibsan shunda? Shunchaki shu yerda yota qoldim. Hamayli, Yetil, yig'lama, unda men senga yordam beraman. Rostokamga yordam berasanmi? Qani unda tezroq boraylik, tez. Xo'sh, to'xtab tur. Yetil, men senga yetib olay. Tez boraylik unda. Xo'sh, unda qani? Mana. Nima? Eshik ham buzilmayapti. Bu eshik juda ham mustahkam. Uni motor arrada buzib bo'lmaydi. Xo'sh, unda menga narvon tashlachi, tepaga chiqib, tepadan pastga tushishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, mana hozir mana senga narvonlar. Nimaga endi 6 ta narvon tashlading? Shunchaki men 6 raqamini yaxshi ko'raman. Mayli, tez bo'lishimiz kerak. Qani bu yerga qo'yamiz, bu yerga. Qani chiqamiz yaxshilab. Xo'sh, qani bu yerni buzamiz. Qani, Denni, u yerni ham yaxshilab qaragin. Xo'p, Yetil, hozir qani, qo'lim rosa og'riyapti, lekin toshni sindirganimga. Qani, nima bu yer ham bedroq? U yer ham tom taraf bedroq edi, o'zi esimdan chiqib qolibdi. Xo'sh, qani pastga tushamiz. Oyog'im. Denni, unda men senga lapatka bersam, pastdan qarab ko'rasanmi? Albatta, Yetil, qani lapatkalarni tashlachi. Xo'sh, qani lapatkalarni olamiz. Nimaga bunchalik ko'p lapatka tashlayapsan? Naqd 6 ta tashlabsan. Aytdim-ku, axir men 6 sonni yaxshi ko'raman. Xo'sh, qani unda bu tarafni tekshirib ko'rish kerak. Qani kovlaymiz. Xo'sh, nima?
pastdan bedrock esimdan chiqibdi. Past tarafni ham bedrock bilan qo'ydirganman. O'zi sen qanaqa bunchalik narsani olgansan? Xullas olganman-da. Mayli, endi men baribir uysiz qoldim. To'xta, seni yoqtirgan soning 6-ya. Ha, nima qilibdi shu bilan? Balki eshikning paroli ham 6dir. To'g'ri, shunday bo'lishi mumkin. Demak, buni sinab ko'rish kerak. Qani unda sinab ko'rchi. Xo'p, hozir mana boryapman. Eshik ochildi. Parol to'g'ri ekan. Hozir men ham kiraman. Voy, nihoyat. Deni menga o'xshab o't. Xo'sh, qani rost ekanmi, lazerdan hech nima qilmadi menga. Denni, kattakon rahmat. Hozir men senga izumrudlarimdan beraman. Yo'q. Aytgancha senda rosa ko'p izumrudlar bor-da, esimdan ham chiqib qolibdi. Hozir mana, xo'sh, qani. Mana shu izumrudlarni olaman. Bu yerda juda ham ko'pligidan hozir olyapman. Mana senga Denni, kattakon rahmat. Agar sen bo'lmaganingda men uyimga qaytib kira olmasdim. To'g'ri, lekin Mayli. Bo'pti, Denni. Unda ko'risharmiz. Bo'pti. xo'sh, qani lazerlardan o'tib olamiz. Xo'sh, yaxshi. Endi eshikni ochamiz. Nima eshik ochilmayapti? Nimaga eshik ochilmayapti? Mayli bolalar, sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Jitel o'zi menga ochib beradi. Mayli do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men Denni bo'ldim.